Aziz o'rtoqlar, mana jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni mana Xudo xohlasa devorlarini ham aylantirib bo'lib qoldik. Ha, qanday chiqayapti? O'xshayaptimi? Agar o'xshayotgan bo'lsa, mehnatimiz yoqayotgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Usta aka hormang mana. Bo'ladimi bugun Xudo xohlasa? Duo qilib qo'yasizlar mana shu ustalarimizni. Ha, Bahromovimga. Duo qilib qo'yasizlar. Endigi navbat nima bo'ladi keyin? Bo'lsa yo'laysiz, o'siz istashgan boshlaysiz deb qo'ying. Istashgan qilaveramiz, istashgan ustunni saqlaymiz. Xudo xohlasa, ha. Undan tashqari bizda mana qarang, devorlarimiz va ko'tarilib bo'lingan qumni, pisokni olib kelib qo'yganmiz. Shkaturka qilinishi kerak. Ichki отделkalarimizni qilishimiz kerak. Aileron rodbun tortishimiz kerak. O'shani tortiladigan ustalarimiz bo'ladigan bo'lsa, pulini kelishamiz, chiqavering sizlar. Agar kimda kim qaysidir guruhli ustalarni bir kunlik hashari bo'lsa ham, agar kelsangiz mana shu ehsonlikka o'z hissangizni qo'shaman deydigan bo'lsangiz, pastga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, sizlar bilan birgalikda mana shu jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni ham zo'r qilib bitkazamiz. Boringizga ham shukr. Siz yaxshi insonsiz. O'zingizni ehtiyot qiling.